Apoel City Liverpoolga qarshi. Olovli o'yin boshlashdan oldin obuna bo'lishni unutmanglar. Darvozabonlar Donnarumma yoki Alisson. Qiyin masjida. Hozirgi kunda Donnarumma albatta. Mateus Nunes yoki Jeremy Frimpong. Husamov yoki Kanate. O'zimizning Husanov hozir yaxshi formada. Ake yoki Van Dijk. Van Dijk albatta. O'Reilly yoki Kirkes. O'Reilly. Bernardo Silva, McAllister. McAllister. Rodri yoki Gravenberch. Rodri. Ryan Cherki yoki Dominik Szoboszlai. Szoboszlai o'z shubhasiz. Hujumga o'tamiz. Antoine Semenyo yoki Muhammad Saloh. Salah. Erling Haaland yoki Hugo Ekitike. Hali shubhasiz. Jeremy Doku yoki Florian Wirtz. Mana shu yerda Wirtz ham yaxshi formada. Doku bo'la qolsin. Ushbu o'yin hisobi qanday bo'ladi? Hisob taxminim bo'yicha 3-1 hisobida City foydasiga. Va albatta taxminlarni yozib qoldiring.